Bugun studiyamiz mehmoni, assalomu alaykum. Mahmudbek Zayniddinov, xush kelibsiz. Siz quyosh panellarini ishlab chiqarish va uni keng targ'ib etish bilan shug'ullanasiz. Albatta. Faoliyatingizni qanday boshlagansiz va kimlardan tajriba oldingiz? 2015-yildan boshlab bel bog'ladik. Bu bo'yicha borib o'sha chet davlatlarda o'qidik, malaka oshirdik va 2015-yildan shu faoliyatimizni boshladik. Bugun studiyamizga bir nechta uskunalar bilan kelgansiz. Bular yordamida nimani ko'rsatib bermoqchisiz? Bular endi shu mini stansiyalarda, mana misol uchun mana stansiyamizni tog'li rayonlarda foydalansa bo'ladi. Ya'ni bitta olgan zaryadi, mana bunday paneldan zaryad oladi. Bitta olgan zaryadi 36 soat ketadi. Ya'ni 1,5 kun degan. Bundan tashqari hozir har birimizda o'sha aloqa operatorlari bor. O'sha telefon zaryad qilish xususiyatiga ega. Undan tashqari radio anaqasi ham bor. Qo'shimcha maqsadda o'sha bundan foydalanayotgan inson yengillik olish imkoniyatiga ega. Quyosh panellari, mana shu panelni o'zi 200 vatt panel quvvatga ega, ya'ni 1 soatda 200 vatt quvvat tok bera oladi. Mana shu panelning narxi qancha? Bu panelning narxi 550 ming so'm turadi. Va u qancha muddatda xizmat qiladi? 20 yil vazifasini bajaradi, o'z xizmatini. 5-10 ta yangi chiqayotgan mana energiya tejovchi lampalar, televizor, shu bir xo'jalikka yetadigan davlat elektr energiyasi bo'lmagan anaqada sharoitda ishlatilishi uchun mo'ljallangan. Demak, mana shu bitta panelni o'zi bitta xonadonga yetib boradi bir kun uchun. Aytingchi, siz o'sha paneldan respublikamizning qaysi hududlarida foydalanishyapti va ishlab chiqarish soni bir oyda qancha? Ishlab chiqarish soni bir oyda 500 dan oshib, 500 dan mingtagacha. Bizni hozir ishlab chiqargan mahsulotlarni O'zbekistonning har bir hududida, ya'ni 12 viloyatida ham samarali foydalanib kelinmoqda. Elektr energiyaga muhtojlik bo'lgan antennalarga biz avtonomniy quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatib beryapmiz. Bu degani tog'li hududlarda ham mobil aloqa operatorlaridan foydalanish mumkin. Quyosh bilamizki, elektr energiyasi uchun, ya'ni respublikamizda to'lov joriy etilgan va buni o'rnatib ishlatayotganlar davlat berayotgan o'sha elektr energiyasiga muhtojligi qolmaydi. Davlat tokidan ham foydalanish o'z o'rnida bir chekkada ketaveradi. Davlat tokidan ham foydalaniladi. Yana ikkinchi masala shuki, biz agar davlat tokini qancha ko'p tejasak, shuncha ko'p bizning zaxiramiz oshib boradi. Menimcha elektr energiyasi eksporti bir necha barobar qimmat respublikada. Va mana shu tomondan foyda keltirishi mumkin. Quyosh panellari qishda ham zaryad oladimi quyoshdan? Ha, quyosh panellari nomi quyosh batareyasi bo'lganligi sababli, ya'ni bunga quyoshning asosiy nuridan, ya'ni quyoshning energiyasidan zaryad oladi. Ya'ni bulutli havoda ham, yomg'ir yog'ganda ham, qor yog'ganda ham shu bulutlar orqasida turgan quyosh o'z tarqatayotgan energiyasini o'zi yetadi bular. Yorug'lik o'zi bo'ldi. Yo'q, yorug'lik emas, energiyasi bo'ldi. Quyosh energiyasi va respublikamizda 360 kunimiz 350 kunimiz quyoshli hisoblanadi. Bu mana shu panellardan foydalanish uchun eng qulay sharoit, to'g'rimi? Ha, O'zbekiston uchun bu agarda yanada rivojlantiradigan bo'lsak, boshqa yosh tadbirkorlar ham shu narsaga o'z hissasini qo'ysa, bizga juda ham yordam bo'ladi, ham biz juda xursand bo'lamiz. 24 yoshli tadbirkor sifatida yutuqlaringizni e'tirof etish mumkin. 25 ta ishchi guruhingiz bilan kelgusidagi rejalaringiz qanday? Bu bizning kelajagimiz, biz shu kelajagimiz o'zimizning qo'limizda bo'lgani uchun shu narsa yaxshi bo'lsin. Bizdan keyingi mana yoshlarimizga ham shu narsa o'rnak bo'lsin degan maqsadda shu ishga qo'l urganmiz. Kelajakdagi maqsadimiz ham shu. O'zbekiston Yoshlar ittifoqiga a'zosiz va daromadingizni adashmasam 8% soliqlarni 8% Yoshlar ittifoqi uchun biz 8% o'tkazib beramiz. Bu tushayotgan daromad ham bizga yoshlarga ham juda katta bir ko'mak bo'ladi. Ya'ni biz mana shu Yoshlar ittifoqi sababli juda ko'p tadbirlarda ishtirok etdik. Mana Xitoyga shu o'zimizning sohamizni faoliyatini oshirish maqsadida, malakani oshirish maqsadida 10 kunlik safarga borib keldik. Yoshlar ittifoqi ko'magida. Ha, Yoshlar ittifoqi ko'magida. Ya'ni bu bizga xuddi bir qo'shimcha kuch sifatida ta'sir qildi. Demak, prezidentimiz ham har bir nutqida tabiiy resurslardan oqilona foydalanish haqida gapiradi va mana shu yo'nalishda qilayotgan ishlaringiz keng hajmda yoyilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Tashrifchilar, tashakkur. Salomat bo'ling.